Assalomu alaykum, pazanda qo'llar o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda juda ham mazali, tez tayyor bo'ladigan, hammaga birdek yoqadigan sosiskali pirojkani tayyorlashni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Idishimizga 150 ml iliq suv solamiz. Yarim osh qoshiq shakar, yarim osh qoshiq dro'jji solamiz. Yarim choy qoshiq tuz solamiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. 2 osh qoshiq un solamiz. Aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lib aralashib ketish kerak. Unlari yaxshi aralashish kerak. Ustini yopib 10 minutga iliqroq joyga oshirgani olib qo'yamiz. 10 minutdan keyin mana shunaqa bo'lib oshib chiqadi. Oshib chiqqandan keyin bir dona tuxum solamiz. Aralashtiramiz. Tuxum yaxshi aralashib ketguncha. Un solamiz. Jami 200 gram un ishlatamiz. Apparasiga ishlatgan 2 qoshig'imiz bilan 200 gram un ishlatamiz. Unni elekdan o'tkazib solamiz. Aralashtiramiz. Yana bir xil massa bo'lguncha qattiqroq xamir holatiga keladi. Juda ham suyuq, quyuq qilvormaymiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi esa ustini yopib 40 minutga iliqroq joyga oshirgani olib qo'yamiz. Ungacha sosiska sirlarimizni to'g'rab olamiz. Sosiskamizni mana shunaqa qilib ikkita bo'lakka bo'lib olamiz. Sirimizni esa kichkina sosiskaga mo'ljallab to'rtburchak qilib bo'lib olamiz. Eriydigan sir ishlatsak mazaliroq chiqadi. Mozzarella ishlatamiz. Mana shu masallig'imizdan 8-10 dona sosiskali pirojkalarimiz chiqadi. Mana bo'lib tayyorlab oldik. Endi bizga mana shunaqa yog'och cho'pchalar kerak bo'ladi. Avval sosiskamizni cho'pga tiqib olamiz. Endi esa sirimizni hammasini shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Juda ham oson, tez tayyor bo'ladi hamda juda ham mazali bo'ladi. Mana tayyorlab oldik. Endi qattiq nonni maydalangani kerak bo'ladi. Panirojniy suxari. Mana oshib tayyor bo'ldi. Mana shunaqa bir baravar oshib chiqadi. Endi cho'pga tayyorlab olgan sosiskalarimizni oshirib olgan oshirma xamirimizga mana shunaqa qilib botirib o'rab olamiz. Mana. Endi esa maydalangan talqonimizga bulab hammasini shunaqa qilib xamirga botirib tayyorlab olamiz. Keyin talqonimizga botirib qizib turgan yog'imizga solib pishirishni boshlaymiz. Yog'imizni pastroq olovda pishiramiz. Bo'lmasa ichlari xom bo'lib qolishi mumkin. Baland olovda pishirsak, avval yaxshilab qizdirib olamiz. Keyin qizib turgan yog'imizga solib, pastroq olovda ikki tomoni qizarguncha pishirib tayyorlab olamiz. Hammasini mana shunaqa shaklda avval xamirga, keyin talqonga bulab, qizib turgan yog'imizga solib, pastroq olovda ikki tomonni yaxshilab qizartirib, pishirib tayyorlab olamiz. Mana qaranglar, qanaqa ajoyib bo'lib tayyor bo'ladi. Ayniqsa bolajonlarga juda ham qiziqarli, juda ham maza qilib yeyishadi. Pishgandan keyin cho'pchalarini olib tashladim. Agar sizlarga yoqsa, cho'pchalarni olib tashlamasanglar ham bo'ladi. Mana tayyor. Juda ham mazali, juda ham chiroyli bo'ladi. Ichlari ham juda ham yaxshi pishadi hamda tez tayyor bo'ladi. Hozir ichlari qanaqa pishganini ko'rsataman. Mana sirlari juda ham yaxshi erib, juda ham chiroyli bo'ladi. Tavsiya qilaman, sizlarga ham tayyorlab ko'ringlar. Videoim yoqqan sizlardan bitta like.
Video haqidagi fikringizni kommentariyada qoldiring. Kanalimni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'ling.